Operatsiya qilsam xohishim oshadi. Endi operatsiyani xohishni oshirish uchun qilinmaydi. Pokazaniyalar bo'ladi. Pokazaniya misol uchun varikotseli moyakni hajmiga ta'sir ko'rsatyapti. Moyakni hajmi kichrayapti. O'sha ipsilateral deydi. Ya'ni ikkita moyak bo'lsa, varikotseli bor tomondagi moyak kichrayapti-da, o'lchovini olganimizda UZIdami yoki orxidometr degan o'lchagich bor. Shu bilan o'lchaganimizda 15-20% ga farq qilyapti. Varikotseli yo'q tomon bilan buni razmer. Bu bitta kriteriy. Yana bitta kriteriy og'riq bo'lishi mumkin. Og'riq doimiy emas, ba'zida jismoniy harakatlarda og'riq bo'lib qolishi mumkin. Jinsiy aloqadan keyin, nagruzkadan keyin og'riq bo'lib qolishi mumkin. Hatto mayakda, mayak sohasida yoki chov kanali sohasida og'riq bo'lishi mumkin. Ikkinchi kriteriy. Uchinchi kriteriy, urug' topshiryapsiz, urug'da buzilishlar bor. Patozospermiya. Ya'ni urug'ni уже buzishni boshladimi, qilish kerak. Agar boshqa urug'ni buzuvchi sabablar bo'lmasa. Keyingi kriteriy jinsiy xohishning pasayishi, testosteronning kamayishi yuzaga kelayotgan bo'lsa, qilish kerak. Endi bu yerda o'sha UZI Doppler tekshiruvi qilinganda moyakni hajmi, bosqichi, venalar diametri, venalardan qonni ortga reflux, ya'ni qon oqimining buzilishi yuzaga kelayotganligiga e'tibor berish. Shu jihatlar agar kriteriyalar общий jamlaganimizda qanaqa решениялар bo'lishi mumkin? Operatsiya qilish решенияsi bo'lishi mumkin, operatsiya qilmaslik решенияsi bo'lishi mumkin. Agar tarozini operatsiya qilish решенияsi bossa, umumiy hamma ma'lumotlar lutchi qilgan yaxshi. Chunki asorat ertaga qaytmas jarayonlar boshlanishi mumkin-da. Moyak kichrayapti-ku, gipotrofiya, orxopatiya bo'lib turib, moyak hujayralari, to'qimalari nobud bo'lishi mumkin. Chunki varikotselida qon aylanishi buzilyapti-ku. Moyakda moddalar almashinuvi bo'ldi. Moddalar almashinuvidan natijasida hosil bo'lgan toksik metabolitlar, zaharli moddalarni bu venalar tizimi olib chiqib ketish kerak. Katta qon aylanish doirasiga olib chiqib ketish kerak. Katta qon aylanish doirasiga olib chiqib keta olmayapti-da, venalar kengayib, klapanning tizimi yaxshi ishlamayapti, qon ortga qaytib qolyapti. Ya'ni klapanlarni itarib chiqarib yuborish kerak u narsani. Chiqara olmayapti, kuchanganimizda, yurgan turganimizda harakatimiz tushib qolyapti. Yana moyakni o'rab tushib qolyapti hali qonlar. Bu qonlar qanaqa qonlar? Harom qon deb qo'yadi-yu, xalq tilida. Shu o'rab tushyapti moyakni. Tushunish kerak-da, mana xirurg emas odamlar yoki bu nima bilan professional shug'ullanayotgan odamlar shunday turib gapirib yuboryapti-da, hali xuddi diniy nimada fatvo bergandek qo'rishyapti. Unaqa emas. Ilmi bor odam beradi, nimadir fatvo bersa. Bu yerda ham shu ishni qilib ko'rmagan odamlar fatvo berib yuboryapti. Qo'pol qilib aytsa. Ya'ni holat boshlandi. Bu Paka zarar keltirmasligi ham mumkin-da. Ma'lum vaqt zarar keltirmasligi mumkin. Buni kompensatorniy защитный mexanizmi deydi. Ya'ni moyaklar boshida himoya kompensator mexanizmida ishlaydi. Umidjonda shunaqa bo'lgan. Ya'ni hali zarar keltirib ulgurmagan. Bularda zarar keltirib ulgurgan. Keyin subkompensatsiya bosqichiga o'tadi. Уже qiynalyapti. Moyak funksiyalariga qiynalyapti. Keyin dekompensatsiya. Уже uni uxlaydi. Tushuntirib oldimmi? Mutaxassis vazifasi o'sha momentida o'shani nima qilib qo'yish. Endi Umidjonda mana homila bo'lmay turadi, qiyinchilik bo'lib turadi, boshqa bo'lib, keyin bo'lib qoldi. To'g'ri bo'lib qoldi. Sizda ham bo'lib qolishi mumkin edi. Prosta ehtimolligi past edi. Bunda ham ehtimolligi past edi, 100% gap yo'q edi. Lekin bo'ldi. Bo'lib ketib qoldi. Shuning uchun ham varikotseli bepushtlikka olib keladi-yu. Yevropa urologlar assotsiatsiyasining zamonaviy yangi rekomendatsiyalariga agar qaraydigan bo'lsak, birlamchi bepushtlikka olib kelish ehtimoli 41-45%. Ya'ni birlamchi bepushtlik degani uylandingiz, ma'lum vaqt yashadingiz, 1 yil, 2 yil, 3 yil yashadingiz, homila yuzaga kelmayapti. Tekshiruvda varikotseli aniqlandi. Varikotseli sababchi bo'lish ehtimoli 40%. Ya'ni 10 tadan 4 ta odamda varikotselining oqibatida demak bepushtlik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ikkilamchi bepushtlik. Farzand ko'rgan, bitta farzandi bor, ikkita, aytaylik 3 ta, keyingi farzand ko'rish niyati bor. Shularda varikotselining o'rni 80%. 10 tadan 8 tasi erkaklik agar bepushtlikga rol o'ynayotgan bo'lsa, 8 tasida varikotseli rol o'ynayotgan bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Nimaga birlamchi bepushtlikda 2 barobar kam? Nimaga ikkilamchi bepushtlikda 2 barobar ko'p? Ya'ni Umidjonda 2 barobar ko'p ehtimol bor, misol kelajakda. Nima uchun? Sababi haligi gap. Boshida kompensatsiya qilyapti. Ya'ni himoya kompensatsiya mexanizmlari ishlayapti. Bu varikotseli aytarli zarar ko'rsata olmayapti. Moyakda o'zini himoya kompensator mexanizmi ishlayapti. Bu davom etib boraversa nima bo'ladi? Subkompensatsiyaga o'tadi. Ikkilamchi bepushtlikda shunaqa. Aytadi-da, men oldimga kelib. Men dedi, varikotseli ham aniqlangan edi. Keyin farzandli bo'lib ketdik. Ya'ni varikotselining roli yo'q ekan-ku doktor degan savol beradi. Nimaga siz varikotselini sababchi deb ko'rsatyapsiz degan savol. Bunga javob shunaqa. Ya'ni kasallik
taraqqiy etib boruvchi kasallik hisoblanadi. Yani joyida turmaydi, bu taraqqiy etib boradi, progress olib boradi. Progress olib borgan sari urug' sifatini borgan sari buzib boradi. Parallel ravishda buzib boradi. Shuning uchun ham nima? Demak, bepushtlikka ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Agar varikotsiyellik klinik ahamiyatga ega bo'lmasa, bepushtlikka sabab bo'lmayotgan bo'lsa, jinsiy muammolarga sabab bo'lmayotgan bo'lsa, uni operatsiya qilish kerak emas. Prosta kuzatiladi xolos. 1 yilda bir marta o'zi bo'ldi, qiyin joyi yo'q. Agar muammo tug'diryapti, moment hal qilish kerak.